Salam qarindoshlar. Men bu ketimki Erkin efendim ve Mayra Hanım başçılığındaki Şarkı Türkistan sürgündeki hükümetinin Fransiya'nın paytaxtı Parij'de ilip berip atkan Uygur irqi qırgınçılık hem Cumhuriyetimiz hatır gününü hatırlaş yığınını kızgın tebrikleymen hem özlemninki muşu yığınga qatnaşkan barlık qarindoshlarga özlemning yalqulluq salımını yollayman. Biz Uygurlar 1680-yili özümüzninki en ahirki üzül kesil igilik hukuk egi bolgan yakan xalqını içki ve taşqi hainlarninki satqılığı bilen yoqtup qo'ygandan keyin ta ki şu gündün başlap, yo'qotgan şu gündün başlap, ta ki hozirgacha bo'lgan 342 yillik tariximizda to'xtamay kurashlarni qildik. To'xtamay qurbonlarni berdik. To'xtamay bedellarni berdik. Mayli nisbiy va mayli mutlaq bo'lsin, o'zimizninki mushu davlatni asliga keltirish yo'lida ba'zi natijalarga erishdik. Lekin taşqi düşman kuchlar kuchli kelib, biz bu davlatlarimizni yana qaytadan yo'qotdik. Chet elda har qaysi tashkilotlar, jumladan surgundagi Sharq Turkiston hukumati mushu necha yilning yoqi o'zininki tirishchiliklarni bu yo'lda yana davomli ko'rsatib kelyotdi. Xo'sh, endi bu qatimki yig'ininglarninki mushu kurashlarning davomi sifatida bir amaliy harakatlar sifatida ko'rilishi bo'lib mushu yo'ldagi yana bir tirishchanlik deb uni muqimlashtiramiz ham jazmlashtiramiz. Mening bu yerda hammamizga ma'lum bo'lgan 17-yil, ya'ni 2017-yili yaz aylarında 7-8 ayda başlangan vatanimizde Uygurlarını üzül kesil yo'qotish, erki yo'qotish jihatdagi Xitoylarninki bu faaliyetler hakkında, Xitoylarninki bu jinoyatlar hakkında men bu yerda ortiq to'xtalmayman. Hem uni yig'inninki bir vaqt sifatida men buni so'zlashni lozim zarur deb qaramayman. Nima uchun deganda bu 5 yıldan açtı bu kırgınçılık. Biz Uygurlarga hem bütün dünya cemaatiga bir ma'lum bo'lgan bir haqiqat, hem bir sir emas bu. Men bu haqda to'xtalmayman. Mening faqat to'xtaldig'inim. Bu qatimki mushu surgundinki Sharq Turkiston hukumatininki mushu munosabatlar, mushu yig'in munosabati bilan bir kelgüsüde uzunga so'zilmagan vaqt ichida birlik kelgan mayli hukumat shakldagi bo'lamdi, mayli partiya shakldagi bo'lamdi, mayli parlament shakldagi bo'lamdi, bir xalqaro tashkilotninki Uyg'ur tashkilotining barliq kelib biz Uyg'urlarninki mushu yo'qolib ketishini iborat mushundaq tarixiy fojianinki muqimlashib kelishininki oldini ilishini hamda uni to'sishini bir umid qilish munosabati bilan so'zimni davomlashtirman. Hamda bu qatimki Erkin efendim ve Mayra Hanım başçılığındaki bu Sharq Turkiston surgundagi hukumatiningki mushu yig'inni bir chiqish qilib ham burilish qilib kelgusidagi men yuqori degan mayli qanday shakldagi bir xalqaro birlik kelgan Uyg'urlarning tashkilotininki barliq kelish uchun bir asos bo'lib kelishini ham bir burilish bo'lib kelishini umid qilaman. Mening bundaq deyishimlik sabab mushu 5 yillik qirg'inchilik jarayonida garchi shaxslar yoki tashkilotlar o'ttirga ko'rinmas
bir o'ttirib qo'ygan bo'lsinmi bu masalani? Ya'ni bir xalqaro Uyg'ur tashkilotining barliq kelib birlik kelgan dunyoviy. Xitoylarninki mush Uyg'urlarni yo'qotishdan iborat. Mushu insoniyatga qarshi razil jinoyatlarning oldini olish, Uyg'urlarni saqlab qilish, Uyg'ur oxirsida Uyg'urlarninki mustaqil davlatini men yuqori degan 1680-yilda yo'qotilgan aş yakan xalqidan taki hozirgacha bo'lgan mushu 342 yillik oralıqda to'kilgan milyonlagan inqilobiy qurbonlarimizningki badal hisobiga kelgan mayli nisbiy, mayli mutlaq, mayli uzun, mayli qisqa bo'lsin vaqtlik davlatlarimizni bir asli keltirishga bir tirish nishonni o'ziga o'rtaq nishon qilishni umid qilaman. Hamda mushu dunyodagi barliq tashkilotlarningki har qanday shaxsiy ziddiyat, siyosiy o'xshamaslik qarash, siyosiy qarashga o'xshamasliklar, siyosiy ziddiyatlar va boshqa tarafdagi to'qinishlarni bir yoqqa qayirib qo'yib turib, bu qatimki mushu surgundagi Sharq Turkiston surgundagi hukumatiningki bu qatimlikka mushu Fransiyada ilib bergan Parijda, Fransiyaning poytaxti Parij ilib borgan mushu faoliyatni bir chiqish nuqta qilib, burilish nuqtasi qilib, mushningga bir cho'ng qadamlar bilan, buyuk qadamlar bilan bir atlangan bo'lsa degan umiddaman. Hurmatli apandilar, xonimlar, bizningki hozirgi ahvolimizni men yuqori degandek ortiqcha ta'kidlash, uni ortiqcha bayon qilish, ortiqcha ta'riflashning hech qanday ahamiyati qolmadi. Hozir bizningki birdan bir chiqish yo'limiz men yuqori degan mayli shaxsiy va siyosiy jihatdagi barliq ziddiyat, to'qinishlarni bir yoqqa qayirib qo'yib turib, Uyg'ur milliy manfaati hammadan ustun degan prinsip asosida Uyg'urlarninki xalqaro bir birlik kelgan tashkilotni barliq keltirib, Uyg'urlarning hozirgi mushu yo'qolish krizisidan, yo'qolish ofatidan bir qutulib chiqishiga yetakchilik qilishini, uni amalga oshirishni umid qilaman. Endi mening bu umidim shaxsiy umidim emas. Balki mushu men yuqori degandek 1680-yildan toki hozirgacha bo'lgan mushu 342 yil jarayonida to'kilgan mush inqilobiy qurbonlarimizningki qonlari, bergan hayotiy badallari hisobidagi mush millionlagan inqilobiy qurbonlarimizning umididir. Agarda biz shu inqilobiy qurbonlarningki izdan menib shularning ro'yiga varis qilamiz deydi ekanmiz, biz o'zimizning o'ttirisiga har qanday ixtilof, surkilish, to'qinish, ziddiyatlarni bir tarafga qarib qo'yib bir xalqaro Uyg'ur tashkilotini barliq keltirish uchun kurash qilishimiz kerak. Shuningda biz ismimiz, jismimizga loyiq haqiqiy Uyg'ur bo'lamiz, ham haqiqiy bir inqilobchi bo'lamiz. Hurmatli mehmonlar. Endi meningki bu masalalarni sizlarninki mushu yig'ininglarga garchi o'zim bevosita qatnashamasam-mu, Amerikadan turib o'zimning chin yurkidan chiqqan bir samimiy tilaklar, ham yuqori degandek mushu inqilobiy qurbonlarimizningki millionlagan inqilobiy qurbonlarimizningki tilaklari sifatida sizlarga buni yetkazib o'taman. Bularni o'zinglar o'ylashib ko'rasizlar. Hamda mushu yig'inninki mushu Erkin apandim, Mayra xonim boshchiligidagi surgundagi Sharq Turkiston hukumatining uyushtirgan mush yig'inida mushu masalani bir asosiy kun tartib kirgizib, mushuninga bir atlangan, bir dadil qadam qilishinglarni, bir boshlanish qilishinglarni men shaxsiy nomimdan emas, millionlagan inqilobiy qurbonlarimiz nomidan sizlarga sunyapman. Buningga o'zinglarning diqqatini bir sunib qo'yishinglarni umid qilaman. Men o'zimninki bu qatimki yig'inga har xil sabablarga ko'ra qatnashaolmaganligimdan nihoyat afsuslanman. Ham oxirsida mushu yig'inni uyushtirgan, mushu bir faoliyatni tashkillagan Erkin apandim, Mayra xonim boshchiligidagi surgundagi Sharq Turkiston hukumatiga qayta
rahmetimni aytaman. Üstümüzde büyük Allah var. Sebebini biz kılımız. Neticesini Allah beridi. Hareketini kıvatımız. Endi bu hükümetler neçigi bölünüp ketdi. Asıl bunda bulması gerek. Lekin endi bu reallik, endi onunga biz kıyılmay, açığımızı keltirmay, xafa bulmay, endi muşu yaralarını qaytadan bir davalap, saqaytib, yuqori deganimizdek bir birlik kelgan, her qandaq shakldagi bo'lishidan qat'iy nazar birlik kelgan bir xalqaro Uyg'ur tashkilotini barliq keltirishga tirishgan bo'lsak, Büyük Allah hammaning adil guvochisi, adil so'chisi. Büyük Allah üstümüzde hammamizningki niyatlarini, harekatlarini ko'rib turibdi. Uningga guvohlik bo'lib turibdi. Endi shaxsan mushu qatimki mushu yig'inning Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazilayotgan mushu yig'inning hamma faoliyat, hamma harakatlari Büyük Allah tarafidan kuzatilgan. Büyük Allah tarafidan bir ulug' natijalar bir berilishga, bir nasib qiliqliq. Şuna men Büyük Allah'ning sizlarningki mushu harakatinglarga, mushu faoliyatinglarga cho'qim bir natija berdi deb o'ylayman, ham shunday umiddaman. Yig'ininglarning utquliq bo'lishini, natijalik bo'lishini Büyük Allah'dan men tilayman, shaxsiy o'z qalbimdan tilayman. Hammanglarningki tenining sog'lom bo'lishini, hammanglarning amonlik bo'lishini qaytadan Büyük Allah'dan tilab, qutuq olmas. Hammanglarga rahmat. Allohga omonat. Xo'sh.